2025-yilning 14-fevral sanasida Kapitan Amerika yangi dunyo filmi katta ekranlar yuzini ko'rgan edi. Internetdagi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu film Marvel shu kungacha suratga olgan eng qimmat loyihalardan biri ekan. Chunki loyihani qayta suratga olish ishlari yakunlanganidan so'ng filmga jami 350 million AQSh dollari sarflangani ma'lum bo'ldi. Lekin do'stlar, bu haqiqatdan tamoman yiroq bo'lgan ma'lumot, ya'ni fakedir. Chunki Marvel hech qachon yagona qahramon, ya'ni shaxsiy film uchun bu qadar katta mablag' sarflashi mumkin emas. O'zi umuman olganda biz anchadan beri Marvel kinematografik olamiga sayohat qilmagan edik. Shuning uchun agarda siz ushbu filmni, ya'ni Kapitan Amerika yangi dunyo filmini hali hanuz tomosha qilmagan bo'lsangiz, unda albatta ushbu loyihani tomosha qilishingizni tavsiya qilaman va faqat keyingina bugungi video tahlilimizni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki bugungi videomiz spoilerlarga nihoyatda boy bo'ladi. Lekin agarda siz filmni allaqachon ko'rgan bo'lsangiz va spoilerlardan umuman qo'rqmasangiz, unda bugungi videomiz aynan siz uchun. Chunki aynan bugungi videoda biz Kapitan Amerika yangi dunyo filmini birgalikda tahlil qilamiz. Xullas, qalqonlaringizni hozirlang, chunki biz Marvelning multi olamiga yo'l olyapmiz. Do'stlar, tahlilga o'tishdan oldin kichkinagina yangilik. Agarda siz Susambal olamidagi jamiki yangiliklardan doimiy ravishda boxabar bo'lishni istasangiz, kino va fantastikaga qiziqadigan boshqa insonlar bilan doimiy ravishda muloqot qilishni istasangiz va umuman o'z o'y-mulohazalaringizni o'rtoqlashishni yaxshi ko'rsangiz, unda barchangizga bizning rasmiy Susambal Telegram kanaliga obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman. Mana bu yerda hozir ushbu Telegram kanalimizning nomi va havolasi paydo bo'ldi. Albatta Telegramga o'tib bizga obuna bo'lishni unutmang. Keling, birgalikda filmlarni tahlil qilaylik va kino olamidagi eng sara yangiliklardan birinchilar qatorida boxabar bo'laylik. Thanos bilan bo'lgan buyuk jang o'z nihoyasiga yetgach, Steve Rogers toshlarni qaytarish uchun vaqt bo'ylab sayohat qiladi. Biroq u vazifasini tugatgach, Peggy Carter bilan birga qolishni istadi. Steve qari chol qiyofasida qaytadi va o'z qalqonini Sam Wilsonga meros qilib qoldiradi. Bu voqealardan so'ng Stevening taqdiri yopiqligicha qolgan. Biroq Sam va Buckyning taqdiri haqidagi masalani Lochin va Qishki askar seriali yaxshi ochib berdi. Serial voqealardan so'ng Sam yangi Kapitan Amerikaga aylandi. Serial oz bo'lsa-da muvaffaqiyatga erishdi. Shu sababdan uni katta loyihaga aylantirish, bo'sh qolgan Kapitan Amerika o'rnini to'ldirish va bundan tashqari komikslardagi Qizil Xalqni ham kino olamiga qo'shish kerak edi. Oxir oqibatda esa studiya Kapitan Amerika yangi dunyo filmi ustida ish boshladi. Loyiha rejissyori sifatida Julius Ona ishladi. Ta'kidlab o'tish joizki, ushbu rejissyor suratga olgan filmlar uncha mashhurlikka erishmagan va omadli ham chiqmagan. Eslatib o'taman, birinchi filmni Joe Johnson suratga olgan. Keyingi ikkita, ya'ni Kapitan Amerika Qishki askar va Kapitan Amerika fuqarolar urushi filmlariga aka-uka Russolar rejissyorlik qilgan. Barchamiz bilamiz, Russolar Marvelga qaytishdi va qasoskorlar Qiyomat kuni filmiga rejissyorlik qilishmoqda. Shu sababli Marvel filmga yangi rejissyor olishga qaror qildi. Marvelda shunday odat bor. Agar film bosh qahramoni ayol bo'lsa, filmga rejissyor sifatida ayol kishi tanlanadi. Agarda film qahramoni qora tanli bo'lsa, qora tanlik ijodkor loyihaga rejissyorlik qiladi. Tabiiyki, agarda film qahramoni osiyolik bo'lsa, studiya loyiha
sohaga osiyolik rejissyorni tanlaydi. Albatta bu yaxshi, chunki rejissyor qahramonni tushunishi, filmni yaxshiroq ochib berishi osonroq kechadi. Ushbu film rejissyori ham quyidagi tamoyillar asosida ishga qabul qilindi. Aytib o'tishim kerakki, avvalgi 3 ta filmning baholari ancha yaxshi edi, biroq bu filmda biz yaxshigina pasayishni ko'ramiz. Ammo bunga faqat rejissyor aybdor emas, balki bir nechta omillarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Keling, filmning kamchiliklari haqida gaplashsak. Eslatib o'taman, quyida keltirilgan fikrlar faqat mening fikrim va tomoshabinlarning izohlari orqali to'plandi. Ushbu gaplar bilan men filmni yomonlamoqchi emasman va sizni uni ko'rishdan qaytarish niyatim yo'q. Shunchaki bir qarashda kamchilikdek ko'ringan narsalar haqida ma'lumot bermoqchiman xolos. Tabiiyki, bu haqdagi shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Umuman olganda film bir nafasda ko'rilmaydi. Ya'ni syujet mavzusi ikki xil. Birinchisi General Rossning prezidentlik muammolari, global maydondagi kelishmovchiliklar va adamantium haqida bo'lsa, ikkinchisi Sam Wilsonning kapitan Amerika bo'lish uchun o'zi bilan kurashi haqida edi. Arosatda qolib ketgan antagonist esa faqat filmni to'ldirib turish uchun qo'shilgandek tuyuladi. Lider personajining aqliy salohiyatini faqat ma'lum bir kashfiyotlar qilganidagina bildik. Ya'ni u o'zini himoya qilish uchun hech narsa qila olmadi. Sodda qilib aytsak, uning qo'lidan hech narsa kelmadi. Butun boshli rejasini kapitan Amerika va uning shogirdi buzishi haqida o'ylamasdi ham. Antagonist sifatida unga xarizma ham yetishmagandek go'yo. Fikrimcha bunga asosiy omillardan biri bu mazkur qahramonga ekranda juda kam vaqt ajratilganligi bo'ldi. Umuman olganda kapitan Amerikaning komik sahifalaridagi dushmanlari soni juda ko'p. Nega u aynan xalqning komikslardagi dushmanlari bilan kurashishi kerak edi? Bruce Bannerning o'zi ham syujetda ko'rinmaydi. Filmning boshidan oxirigacha hamma Samni kapitan Amerika deb chaqirdi. Hattoki cherkovdagi meksikaliklar ham. Osmondan uchib kelgan qanotli qahramonni juda tez kapitan Amerika deb qabul qilinishi bu shunchaki notabiiy ko'rinib qolgan. Umumiy eng katta kamchilik esa bu olamda Steve Rogersning mavjudligi edi. Ya'ni barcha tomoshabinlar Sam Wilsonni Steve Rogers bilan taqqoslab ko'radi. Tan olish kerakki, Steve Rogers takrorlanmas kapitan Amerika va Chris Evans bu rol uchun tug'ilgandek go'yo. Bunday tanqidlardan so'ng Marvel muxlislari mendan xafa bo'lmasligini so'ragan holda filmning yutuqlari haqida ham aytib o'tmoqchiman. Filmdagi eng katta yutuq bu qator filmlar davomida taqdiri oshkor qilinmagan Hind okeanidagi Celestialni Turkumning syujet markaziga olib kirish bo'ldi. Bundan tashqari bir necha yillar oldin namoyish qilingan Aql bovar qilmas xalq filmi bilan bog'lanish muxlislar ko'nglini xotirjam qildi. Harrison Ford ijrosidagi Tadeusz Ross filmni juda zo'r ochib bergan. Filmda Tadeusz Ross rolini Harrison Ford ijro etgan bo'lsa ham, aslida bu rolning egasi marhum William Hurt edi. Aktyor 2022-yilda 71 yoshida prostata bezi saratoni sababli vafot etgan edi. O'ylashimcha, unga munosib davomchi topildi. Filmda jang sahnalari ham yaxshi sahnalashtirilgan va film davomida ular yetarlicha. Kostyumlarning dizayni ham ko'zni quvontiradi. Ha, aytgancha, Samning kostyumi endi vibraniumdan va xuddi Qora Panteraning kostyumidagi kinetik energiyani to'plash qobiliyatiga ham ega. U esa o'z kostyumini Joaquin Torresga topshirgan. Keling, endi esa film syujeti bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Sam Wilson yangi kapitan Amerika bo'lgach, o'zining shogirdi bo'lmish Joaquin Torres bilan birgalikda Yaponiyadan o'g'irlangan adamantiumni qaytarish maqsadida yovuz insonlar bilan kurashadi. Ular Meksikada yollanma askarlarni
qo'lga olgach shuni anglashadiki, bu insonlarga sirli va noma'lum xaridor adamantiumni o'g'irlab kelish uchun buyurtma bergan, biroq bu buyurtmachilar oshkor qilinmaydi. Qahramonlarimizni jasorati uchun Oq uyga taklif qilishdi. Sam esa u yerga Isaiah Bradleyni sudrab olib bordi. Buni qarangki, kino olamidagi ko'pchilik uchun yoqimsiz va hurmatga sazovor bo'lmagan inson bo'lmish general Tadeusz Ross AQSh prezidenti bo'lgan ekan. Prezidentning tantanali nutqi o'rtasida esa negadir kiraverishda olib qo'yilmagan to'pponcha yordamida Isaiah Rossga qarata o'q ota boshlaydi. Shu o'rinda qiziq o'xshashlik haqida aytib o'tmasam bo'lmaydi, zero barcha kino tanqidchilarining og'zida shu gap. Ushbu filmning chiqarilish sanasi bir marotaba qoldirilgani haqida bilsangiz kerak. Gap shundaki, o'sha paytlar AQSh prezidentligiga saylovlar bo'lib o'tayotgandi. Yaqinda esa Donald Trump AQSh prezidentligiga qayta saylandi. Prezidentlikni rasman amal qilinishi yanvar oyidan kuchga kirar edi. Film premyerasi esa fevral oyiga reja qilindi. Balki qayta suratga olish davomida ushbu siyosiylashtirilgan kadrlar qo'shilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, Isroil ham bir necha bor tilga olindi. Film va haqiqiy hayotdagi o'xshashlik loyihada siyosiy ma'no ham borligini ko'rsatadi. Aslida Tadeusz Ross obrazi real hayotdagi prezident Donald Trumpga o'xshashi kerak edi, lekin Harrison Fordning qoyil maqom ijrosi bu obrazga o'zgacha bo'yoqlar berdi va ekranda tamoman boshqacha qiyofa gavdalandi. Filmga qaytsak, Isaiah Bradley qo'lga olinadi. Sam Wilson esa Bradleyni oqlash maqsadida prezident bilan suhbatlashmoqchi bo'ladi. Ammo Ross Samni keskin rad qiladi. Bu paytda prezident Rossning muhimroq ishlari bor edi, ya'ni adamantium metallini qo'lga kiritish uning uchun ustuvor masala edi. Ta'kidlash joizki, general Ross doimo davlatiga sodiq, vatani uchun har ishga tayyor bo'lgan inson ekanini ko'rishimiz mumkin. Bu esa uning aslida ijobiy personaj ekanini ko'rsatadi. O'rtada bo'lib o'tgan chalkash va hissiz voqealardan so'ng Kapitan Amerika va Lochin Hind okeanidagi bo'lajak urushning oldini olishadi. Ha, aytgancha bu filmda sobiq qora beva bo'lmish Shira Xas, ya'ni Sabra ham ishtirok etdi. U Isroil fuqarosi bo'lib, prezident maslahatchisi bo'lgan. Biroq filmdagi rol shunchalar zerikarli va foydasizki, muxlislar uni nega filmga qo'shishganini umuman tushunishmadi. Ammo filmda 3 yoki 4 marotaba Isroil davlati tilga olinganidan bilishimiz mumkinki, o'rtada qandaydir siyosiy kontekst ham bor. Personajlarning zerikarli xarakterlari haqidagi gaplar Giancarlo Esposito va Sternsga ham tegishlidir, chunki bu personajlar mutlaqo ahamiyatga ega emas edi. Filmdagi lider personajining qiyofasi kanonga nisbatan ancha o'zgartirilgan va qo'rqinchli qilingan. Bu albatta antagonistni yaxshiroq tushunishimizga imkon beradi. Biroq deyarli barcha muxlislar filmni Kapitan Amerika qishki askar filmining arzon nusxasi deb atashmoqda. Muxlislarning bunday fikrlashi uchun bu ikki filmda yetarlicha o'xshashliklar mavjud. Film kutilgan katta yakun bilan emas, balki Qizil Xalq va Kapitan Amerika o'rtasidagi kurash bilan o'z nihoyasiga yetadi. Ekran ortidan juda xunuk ko'ringan holat esa bu Sam aqlsiz Qizil Xalqni ikki og'iz hissiz gap bilan insonga aylantira olganidir. Natasha Romanoff esa hayratda. Filmning boshqa Marvel multikoinotiga bog'liqliklari haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda Hind okeanida adamantiumga aylantirilgan yosh Celestial Tiamut jasadi abadiylar filmi bilan bog'lanadi. Adamantiumni esa X odamlar olamida juda ko'p ko'rganmiz. Katta ehtimol bilan Marvelning kelajakdagi loyihalari markazida adamantium bo'ladi. Farazlarga qaraganda davlatlar o'rtasida adamantium uchun kurash boshlanadi. Voqealar miqyosi kengaygach, Celestialni adamantiumga aylantirgan Cersei o'z xatosini
to'g'rilaydi. Bu juda yaxshi taxmin bo'lgan. Siz qanday fikrdasiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi bog'liqlik aql bovar qilmas xalq filmi bilan sodir bo'lgan bu hikoya davomida yaqqol ko'rinib turadi. Aytgancha filmda chumoli odam ham eslab o'tildi. Xulosa qilib aytsak, yangilanayotgan Marvel kino olami muxlislarga uncha yoqmayapti. Studiyaning o'zi ham tomoshabinlar xohishini inobatga olmay deyarli barcha loyihalarini siyosiylashtirib yubormoqda. Kanondagi personajlar tarixi, irqi, millati yoki rangini o'zgartirish orqali katta muxlislar bazasini yo'qotmoqda. Kapitan Amerika yangi dunyo filmining kassa yig'imlari hozirda 250 million dollardan oshgan. Bu esa film deyarli o'zini oqlaganini bildiradi. Biroq sifat haqida hamma tanqidiy fikrda. Muxlislar fikrini inobatga olmaslik esa Marvelning bugungi kundagi eng katta xatosidir. Xullas shunaqa gaplar Susanbal aqli. Siz Kapitan Amerika yangi dunyo filmini tomosha qilishga ulgurdingizmi va o'zi umuman olganda Marvelning so'nggi oylardagi va so'nggi yillardagi loyihalariga qanday munosabat bildirasiz? Albatta izohlarda bu boradagi o'z o'y-mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang. Agarda bugungi video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, unda fantastik like'larni ayamaysiz degan umiddaman, chunki aynan mana shu qudratli elementlar sizning bizga berishingiz mumkin bo'lgan eng katta motivatsiya va rag'bat kuchidir. Bu Susanbal loyihasi edi. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha